Yo, hammaga salom do'stlar. Men sizlar bilan Johnny FC. Bu birinchi videom. Qo'llab-quvvatlanishlarini degan umiddaman. Va yana 5 ta like va biz buni boshqa qismini olamiz. Qani ketdik. Xo'p, bu yerdan revansh bo'limiga kirib olamiz va u yerdan biza 500 ta bunaqa futbol token bor. O'shanga biza mana shuni olib olamiz. Xo'p. Fga shu kunlarda qaytadigan bo'lib qolibdi. Xo'p. Biz oldik va buni rangga qo'yamiz. Biz buni xo'p, qaysi rangga bo'yasak ekan? Ko'ramiz. Qizil, oq, ko'k. Mayli, qizilga bo'yab qolamiz, chunki o'sha pastdagi qizil. Shuning uchun chiroyli bo'lib turadi. Xo'p, mayli, qani. Biza hozir o'zi to'rtpak va yoki Maldini yoki Zanettin adashmasam ikkalasi. To'g'ri, Zanettin olishga ko'ramiz. Xo'p, 1-dan 9 gacha. FK. Xo'p. Aynen. Striker. Everton. 5. Yaxshi. Bari 30 tami ketadi fragmentga. Mashina. Xo'p, ochamiz. Adashmasam bu ham 30 o'ladi, 30 o'shar ekan. Xo'p, biz RB Zanettin olamiz. Chunki bizga bu o'yinchi kerak. O'ng qanotga, ya'ni o'ng qanot himoyaga qo'yish uchun. Xo'p, Maldini Zanettin ketdik. Xo'p. Men sizlar uchun 6:38 da turib kontent qilyapman. Buning uchun like va podpiska bosish esdan chiqmasin. Tomog'im og'rib qolgan, shuning uchun yaxshi gapira olmayapman. Buning uchun uzr. Xo'p. Endi esa biz Zanettinni kuchaytiramiz. Bu yerda mana Zanettinni qo'yamiz. Biz 5 ta maskarani bor, shularga kuchaytirishga harakat qilamiz. Qani ketdik. Xo'p. Birinchi. Va ikkinchisi 3 tur hali 110 qilishimiz kerak edi. 111 ga ko'tarib olamiz. 108. Давай. Afsus, ko'tarilmadi. Ikkalasini qo'yamiz. Bitta sizlarga chiqadi. Yaxshi ko'tarildi. 109 bo'ldi. Va yana bir bor. Davay 110 bor. Yaxshi 110. Mana bu boshqa gap. Va endi bizga maskarani kerak bo'ladi va yana biz buni ko'taramiz. Men maskarani deya olmasam kerak. Maskarani kommentga yozib qo'yasizlar. Davos edimda o'ynar ekan. Menda ammo sedim yo'q. 20 milliardlik akkaunt. Va 111. Do'stlar, biz ham shu yangi kelgan Aqua Infernodan Elba olishimiz kerak. Va yarim himoya, ya'ni sabki Belham o'rniga bitta o'yinchi olsak, akkaunt bomba bo'ladi. Hop, bu yerda kimlarni qo'ysak, hop. Batis hammasini olib tashlaymiz. Boshdan ko'rishimiz kerak buni. Bitirsinmi? Yo'q, buni planasiga ishlab ko'ramiz. Hop, bu trening transferini yangi o'yinchi o'tkazamiz. Hop. Va bu o'yinchi action bo'ldi. Ko'rishimiz mumkin. 112, 122, 122, 109. Endi o'zimizni kuchaytiramiz. Va biz mana shu uchalasini olib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Pastga tushamiz. Hop. Buni kuchaytirib olaymikin, bormi? Yo'q. Prosta 15 gacha kuchaytirib olamiz. Soat 6 qurib bo'lmoqda. Chiqamiz.
yana chiqamiz va keyingi boshqa narsalarga o'tamiz. Xo'p, bu yerdan bu ikkalasi kera va ming. Mingda bolalar +8 mayli, nimaga tokenga almashtirib olamiz va bizada 600 ta token bo'ladi. Bu juda ham yaxshi. 605 ta ekan. Biz xudo xolasa bitta LBga zo'r o'yinchi olamiz. Hernandesh kelishi kutilmoqda ekan. Balki o'shani olamiz. Xo'p. Endi esa biz yaxshi quest bajaribmiz. Pak mana. Sizlar uchun yana bitta pak. Xo'p. Bu pak qanday pak? Oldingilar ko'plamancha undan yaxshi o'yinchi olmasa kerak. 15 million tekindan. Yaxshi. Va biz bularni sotamiz. Qani ketdik. Va bizda 2959 ta bor ekan. 3000 ta bo'lishiga hozir qilgan. Bilmadim. Paklarni. Xo'p, chiqdik. Bu yerda ham hali ham o'yinchilar turibdi, shundaylikcha. Juda ham zo'r. Mana bu yerda shu kerakli bitta nimasini olib qo'yishim kerak bo'ladi. Olsak ramkani mana shuni berish mumkin. Beradi ham. Xo'p, endi esa biz mana bu nimani bajaribmiz. Planlarimiz oxirgi o'yinni o'ynab qo'yishimiz kerak. 88 dan 89 gacha, 88 + 9 gacha biz buni o'ynaymiz. Men buni sizlarga tezlashtirishga harakat qilib, o'yin tugashidagi pakni ko'rsataman. Hop. Boshini ko'rsataman do'stlar. Boshini bitta joyini ko'rib qo'yinglar mayli. Zarar qilmaydi. Xo'p, bolalar o'yin tugadi. Biz mana bu yerdan pakni ochib olamiz. Afsus, internet ishlamay qoldi. Mayli, to'g'rilab qaytaman. Xo'p, walkout. Torontodan kim? Insigne berdi 15 million. Yaxshi. Kerak bo'lib qoladi biron joyga. Xo'p. Bolalar, mana bugungi open pakimiz o'z nihoyasiga yetdi. Va bizga yaqinda 2 kundan so'ng yangi o'yinchilar keladi, ikkinchi sezon. Va biz LBga bitta yaxshi o'yinchi olishga harakat qilamiz. Va yana 5 ta like va yangi open pak sizlarni kutmoqda. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Men Johnny FC.